Uyg'ur Akademiyasi qurilganligining 15 yilligini xotirlash faoliyatidan ta'sirotlarim. Men Uyg'ur Akademiyasining eng ko'na a'zolaridan biri bo'lish suhbatim bilan Uyg'ur Akademiyasi qurilganligining 15 yilligini tabriklash va Uyg'ur o'quvchilarni tarbiyalash kursida leksiya so'zlash maqsadida 7-oyning 12-kunidan 7-oyning 16-kunigacha Istanbulda bo'ldim. Mening bu qitimqi İstanbul safarim gerçi aran 4 kun davom qilgan bo'lsa-mu, ammo u 4 kun nihoyatda ahamiyatli o'tdi. Oldi bilan qisqa bir film orqali akademiya besib o'tgan 15 yilga nazar silib, akademiya qurilgan dastlabki mezgildagi ulug' g'oyalarimiz, duch kelgan ruhiy va jismoniy qiyinchiliklar, hem shundaqla u g'oyalarning qaysilarining amalga oshgan va qaysilarining amalga oshmaganligi yig'in ishtirokchilari bilan birlikda aslab o'tildi. Ondan yig'in ishtirokchilarining savollariga javob berish bilan birga akademiyaning yaqinqi yillardan beri markazlik holda qilayotgan xizmatlari va bundan keyin qilmoqchi bo'lgan xizmatlar to'g'risida samimiy suhbat ilib bordik. Uyg'ur Akademiyasi 2009 yılı 9 ayının 9 günü Doktor Erkin Sidiqning yetakchiligi ve qo'llab quvvatlashi bilan İstanbul'da o'qitish ve tadqiqot bilan shug'ullanayotgan 9 Uyg'ur ziyolisi tarafidan qurilgan. Hem shundaqla dunyoning o'xshamagan davlat ve rayonlarda ishlayotgan Uyg'ur fan tadqiqotchi, adib ve mutaxassislar bilan oliy maktablarda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilar bo'lib, yüzlerce Uyg'ur ziyolilaridan tashkil topgan fidokor a'zolari bilan birlikda Uyg'ur fan muarifining taraqqiyoti, Uyg'ur milliy ruhining uyg'onishi va Uyg'ur ixtisoslik xodimlarining yetishib chiqishi uchun xizmat qiladigan bir ilmiy organdir. Uyg'ur Akademiyasi Uyg'ur ziyolilarining o'zaro hamkorligini amalga oshirishga turtki bo'lib, ilm-fan orqali Uyg'ur milliy ruhini uyg'otish va milliy kimligini qo'g'dash bilan birlikda Uyg'urlarning milliy mustaqillik ko'rishida Uyg'urlar ehtiyojli muhim sohalarda ixtisoslik xodimlarning yetishib chiqishi uchun xizmat qilishni o'zining burchi qilib bekitgan. Akademiyaning nishoni bo'lsa, muajiratda Uyg'urlar tarafidan bir universitet qurib, Uyg'urlar ehtiyojli muhim sohalarda ko'plagan ixtisoslik xodimlarni yetishtirish orqali erkin va demokratik mustaqil Sharq Turkiston davlatining asli kelishi uchun xizmat qilishdir. Bugungi kunda Uyg'ur Akademiyasi Doktor Rishad Abbosning boshchiligida Turkiya, Amerika, Kanada, Yevropa, Yaponiya, Avstraliya ve O'rta Osiyodan bo'lib jami 20 davlatga kengaygan Uyg'urlarning fan muarifi va milliy yangining yuksalishi uchun xizmat qiladigan xalqaro ilmiy bir organga aylandi. Uyg'ur Akademiyasi qurilganligining 15 yilligini tabriklash faoliyatiga ulabla Uyg'ur yoshlarini tarbiyalash kursining ochilish murosimi o'tkazilib, kursga qatnashish uchun dunyoning har qaysi joylaridan kelgan 18 yaşdan 24 yaş arasidagi 42 nafar Uyg'ur yoshlari o'zlarini tanishtirib o'tdi. Bu jarayonda ularning ko'p qismining kam deganda 3 xil til, ba'zilarining hatto 4 xil til, ya'ni Uyg'ur tili, ingliz tili, o'z turayotgan davlat tili va turk tilini biladiganligi alohida diqqatimni qo'zg'adi. Til insonlarning dunyoga yuzlanishidagi muhim qurol bo'lib, biz til vasitasi orqali o'zimizni boshqalarga ifodalayalaymiz va boshqalarni tushunamiz. Men u yoshlarning til aloyligi va til o'rganishga bo'lgan qizg'inligini ko'rib, millatning kelgusini ko'rgandek bo'ldim. Kelgusiga bo'lgan umid va ishonchim aslab kuchaydi. 7-oyning 14-kuni atiganda Uyg'ur yoshlarini tarbiyalash kursi mo'l va zich mazmunlar bilan boshlangan bo'lib, gerçi o'quvchilar o'xshamagan davlat, o'xshamagan tuzilma va o'xshamagan orq ko'rinishlardan kelgan bo'lsa-mu, ammo ular o'rtaq bir maqsad, ya'ni o'zlarini millatning yaramliq odamlardan qilib yetildirib chiqish uchun yuksak qizg'inlik bilan
vaqtga qattiq rioya qilib, keynidan o'tilgan dars va leksiyalarga vaqtida qatnashib, qizg'in savollarni so'rashdi. Bu qitimqi kurs jarayonida o'quvchilarga Uyg'ur tili, Uyg'ur madaniyati va Uyg'ur tarixi jihatda tarbiyalash ilib borgandan boshqa o'xshamagan kasblar bilan shug'ullanayotgan bir qism mutaxassislar maxsus temalarda leksiya so'zlagan bo'lib, qatnashchilarning inkosi va o'zimning kuzatishiga asoslangan vaqtida butun faoliyat nihoyat yaxshi bo'ldi. Ularning ichida Hudson institutining tadqiqotchisi, Georgetown University'ning professori Olivia Anus xonimning leksiyasi jarayonida o'quvchilar guruhlarga bo'linib, Taylanddagi 43 musofir Uyg'urning taqdirini muzokara qilgan. Bu o'quvchilar taqlidiy holda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yığınında Xitay, Tayland, Amerika, BDT ve insan hakları teşkilatlarına vekil bulup Tayland'da tutkun kılınıp turvatkan 43 Uygur musafirinin takdiri doğrusunda keskin muzakara ilip vardı. Bu o'quvchilarning nutq qobiliyati, bilim doirasi va o'tkirligi bizda Uyg'ur millatining kelgusiga nisbatan yana bir qitim zo'r umidlarni bag'ishladi. Kursning 3-kuni vaqt munosabati bilan men Istanbuldan ayrilib xizmatimga qaytib keldim. Men bu munosabat bilan bu faoliyatning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun kuch chiqargan doktor Rishad Abbas boshliq barliq sabdoshlarimga, İstanbul'da bizni qizg'in kutib olgan barliq qarindoshlarga, ham shundaqla oldingi safda turib, o'quvchilarga og'irgacha dars o'tgan va leksiya so'zlagan o'qituvchi do'stlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman.